Hammaga assalomu alaykum. Bu galdagi videomiz maqsadli video bo'ladi. Ya'ni mijozlarimizdan kelgan savollarga yechim sifatida biz paketlarni chiqaruvdik. Endi paketlardan kelgan savollarga yechim sifatida biz realniy obyektimizni ko'rsatgan holda paketlarimizni tushuntirib ketdik. Bu xonamiz zal, ya'ni mehmonxonamiz. Bu xonadonimiz 67 kvadrat metr hisoblanadi. Bu xonadonimiz neoklassika stilda remont qilganmiz. O'zbekiston mesniy mahsulotlar va chet el mahsulotlaridan foydalanganmiz. Pardalarimiz esa premium pardalar hisoblanadi. Bu yerda xonadonimiz uy bekalarini iltimoslariga mos qilib dizayn interyer yaratganmiz. Mebellarimiz MDF krashini hisoblanadi. Betovoy texnikalar Hoffman brendiga moslangan. Hozirgi kungi eng zo'r remontlarda fishkalardan biri, ya'ni skryuti xolodilnik hisoblanadi. Kir yuvish mashinasini yashirib berganmiz xuddi shunday mebel anjomimiz ostiga. Endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, standart paketimizga xuddi shunday remont kiradi, lekin mebel va texnikalar kirmaydi. Biznes paketimizga esa xuddi shunday remont, mebel, texnikalar kiradi. Plusi bor, kafel mahsulotlarimiz chetga bo'ladi. Premium paketimiz kirib kelishingizdan Umnidom, ya'ni Alisa, avtorskiy nadzor dizaynda, injenerskiy santexnika, kafel mahsulotlari nafaqat chetdagi, balki importni chetda brendovey mahsulotlaridan, mebellarimiz shpon mahsulotlaridan, stoleshnisalarimiz kvartsoviy stoleshnisalar bo'ladi. Texnikalarimiz Hoffman yoki chetdagi emas, eng kamida Bosch bo'ladi. Eslatib o'taman, bu xonadonimiz remonti biznes paketda bo'lgan. Ko'rib turgan xonadoningizni korobka holatdan shu holatga kelguncha ta'mirlash jarayonlarini elitniy remont jamoasi tomonidan qilingan. Agarda sizga ham xuddi shunday ta'mirlash ishlari kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qiling.